Ishga marhamat aksiyasi O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi tomonidan ilgari surilgan Xalq bilan birga umummilliy dasturi doirasida o'tkazilib, ushbu aksiya hudud aholisini kasb-hunarga yo'naltirish va ularning bandligini ta'minlashda o'ziga yarasha imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Do'stlik tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi bilan hamkorlikda tashkil etilgan bo'sh ish o'rinlari yarmarkasida hududdagi 21 ta tashkilot, korxona va tadbirkorlik subyektlari o'zlarining 90 dan ortiq bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etib, fuqarolarga munosib ish joylarini taklif qildi. Partiyamizning Xalq bilan birga umummilliy dasturi asosiy maqsadlarimizdan biridir. Yana partiyamizning asosiy maqsadlaridan biri aholining ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etishdir. Aholining ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etishning bosh mezoni esa bu ularning bandligini ta'minlashdir. Mana shu mehnat yarmarkasidan o'z ish o'rinlarini topib, ishga joylashgan yoshlarning kelajakdagi ish faoliyatini, ularning ish o'rinlarini topishdagi holatlarini muntazam tahlil qilib borish esa albatta biz deputatlar uchun ham bosh vazifalardan biridir. Ta'kidlash joiz, bu kabi bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari ish beruvchilar va ish izlayotgan fuqarolar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri, shaffof muloqot ko'prigi bo'lib xizmat qiladi. Ana shunday to'g'ridan-to'g'ri muloqotlar hamda suhbatlar natijasiga ko'ra 6 nafar fuqaroning bandligi shu yerning o'zida ta'minlanib, ular o'zlari uchun doimiy va muqim ish o'rinlariga ega bo'lishdi. Men Oybek mahallasida istiqomat qilaman. Shu paytgacha ishsiz edim. Oilaviy daromadga hissam qo'shishni istab yurardim. Mana birinchi maktabda farroshlikka ishga qabul qildim. Ish bergani uchun birinchi maktab jamoasiga, tadbir tashkilotchilariga ming rahmat. Ishga joylashganimdan xursandman. Do'stlik tumanida O'zlik deb partiyasi tashabbusi bilan bugun yarmarka bo'layapti ekan va men mana shu yarmarkaga kelib, o'z yo'nalishim bo'yicha bo'sh ish o'rinlarini ko'rib chiqdim va tanishdim. Men uchun mos bo'lgan ish o'rinlari avgust oyida to'liq aniq bo'ladi ekan. Soham pedagog bo'lgani uchun sentyabr oyida ishga joylashishim aniq bo'ldi. Bundan tashqari, zamonaviy mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan istiqbolli kasblarni egallash istagini bildirgan 7 nafar fuqaro bepul kasb-hunarga o'qitish va qayta tayyorlash kurslariga yo'naltirildi. Shu bilan birga fuqarolarning huquqiy va moliyaviy savodxonligini oshirish, ularga tadbirkorlik ko'nikmalarini singdirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi.